Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana mashinamiz. Fransiyaga o'tdik tunneldan, Montblanc degan tunneldan o'tdik hozir. Tog'larni, qorlarni qarang mana. Juda ham chiroyli manzara. Mana oqligidan ko'rinmayapti ham. Oppoq qor. Endi aylanagasiga marta mana osmondan naqadar tushyapti mana. Mana. Parashyutlar. Juda chiroyli manzaralarda. Buyoqlar ham tog' mana. Archa tog'. Havosi juda ham kislorodga to'yilgan. Mana endi kislorodni artlamaydi. Mana aylanagasiga tog'damiz. Yo'lakcha bor ekan, bu yerda o'tamiz. Bu yerda zina bor ekan. O'tadigan yo'lak ekan, tamatla mana. Sayohatimiz mana. Zinadan pastga tushadigan joylar bor ekan. Pastga tushib hozir davomini ko'rsatib ko'rsatamiz sizlarga. Ajoyib manzara. Bek ekan endi. Hatto bekitib qo'yibdi dangir. Mana. Mana tomonga o'tgan g'or bor ekan hali. Pastga tushadigan joylar bor ekan batlarda. Bismillahirrohmanirrohim. La havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim. Mana masalan. Pastda sharshara bor ekan pastda. Teparoqqa yo'l bor ekan. Tomosha qilib yuribsiz endi o'rmonlar bilan birga. Ammo namgarchilik, havo. Bismillah. La havla va la quvvata illa billah. Juda ham chiroyli. Charchatdi ya. Ajoyib. Mana olmasam.